Tarixiy manbalarga ko'ra, undan fikr mulohazalaringdan voz kech deya so'rashganida men hech qachon o'z maslagimdan voz kechmayman deya javob bergan ekan. Xalq dardi bilan yashagan, butun umri davomida jamiyatdagi eng dolzarb mavzularini asarlariga ko'chirgan, julqinboy taxallus bilan ijod qilgan Abdulla Qodiriy edi. O'zbek romanchiligi asoschisining o'sha vaqtda ham ifodalagan qat'iy qarori bugun poytaxtimizdagi haykalda ham aks etib turibdi. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida Bog'bon oilasida tug'ilgan. O'tgan asrning 20-yillardagi muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi, publitsist, tilshunos va tarjimon hisoblanadi. Yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi avval musulmon maktabida, so'ng rus-tuzem maktabida o'qigan. Keyinchalik Abulqosim Shayx madrasasida tahsil olgan, Moskvadagi adabiyot kursida o'qigan. O'sha vaqtdagi Sadoy Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan yangi masjid va maktab sarlavhali xabar bosiladi. Bu bo'lajak adibning matbuotdagi ilk chiqishi edi. Oradan ko'p o'tmay uning To'y, Ahvolimiz millatimga, Fikr aylagil kabi she'rlari, Baxtsiz kuyov dramasi, Juvonboz hikoyasi chop etiladi. Abdulla Qodiriy ijodining dastlabki namunalari bo'lgan bu asarlar ma'rifatparvarlik ruhida yozilgan, jadidchilik g'oyalari bilan sug'orilgan edi. Muallif unda xalqning nochor holatidan kuyib so'zlaydi, millatni uyg'onishga da'vat etadi, fikrlashga chorlaydi. Uloqda hikoyasi esa 20-asr tongidagi o'zbek realistik adabiyotining eng yaxshi namunasi hisoblanadi. O'zbek milliy romanchiligining asoschisi bo'lmish Abdulla Qodiriy bobomiz o'zbek adabiyotini yangi davrga oyoq qo'yishda juda muhim hissasini qo'shgan yirik adiblarimizdan biri hisoblanadi. Adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov Abdulla Qodiriy haqida fikr bildirganda shunday deydi: Abdulla Qodiriy o'zbek xalqini uyg'otgan adib. U tom ma'nodagi xalqning tafakkurini o'zgartira oldi deydi. Abdulla Qodiriy haqida fikr bildirgan paytimizda nafaqat uning hikoyalari, qissalari, romanlari, balki uning tarjimalari, she'rlari ham o'zbek adabiyotida muhim ahamiyatga egaligini qalbdan his qilamiz. Hattoki adibimizning asarlari sobiq Shura davrida taqiqlanib qo'yilgan davrda ham xalq uni qalbdan his qilib o'qishga intilishgan, tafakkurini o'stirishgan, ma'naviyatini yuksaltirgan. Hattoki Abdulla Qodiriyni g'arb adabiyotshunosligida ham uning asarlarini tan olib, adabiyotshunos olim Yevgeniy Eduardovich Bertels shunday ta'rif beradi: dunyoda rus, ingliz, nemis, fransuz va hind romanchilik maktablari edi. Endi ular 6 ta bo'ldi. Bu o'zbek romanchilik maktabidir. Bunga esa Abdulla Qodiriy asos soldi degan fikrlarni bildiradi. Abdulla Qodiriy bir paytlar moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir deganida faqatgina tarixni eslash emas, balki yo'qotilgan ma'naviy xazinani tiklashni nazarda tutgan edi. Bugun biz qidirayotgan milliy o'zlik, oilaviy sadoqat va yuksak odob Abdulla Qodiriyning qalamida muhrlangan. Abdulla Qodiriyning o'zbek adabiyotidagi beqiyos o'rni xususan uning romanchilik janriga qo'shgan ulkan hissasidir. Muallif O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlari orqali o'zbek nasrida yangi bosqich boshlab berdi. Adibning ijtimoiy va ma'naviy masalalarni mahorat bilan yetkazishi asarlarini qo'lma-qo'l bo'lishiga sabab bo'lgan. Xalq tarixini badiiy tahlil qilgan buyuk adib sifatida tarixda qoldi. Bugungi kunda poytaxtimizda Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy muzey, ijodiy maktab, kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, haykal o'rnatilgan. U yashab ijod etgan xonadon o'rnida esa uy-muzey ham tashkil topdi. Bugungi kunda yurtimizda jadid adabiyotini o'rganishga, umuman qalam ahlini qadrlash, e'zozlashga nihoyatda katta e'tibor qaratilayotgani hammamizga ma'lum. Aynan ularning ijodini o'rganish, targ'ib qilish, yoshlarga singdirish, o'zlikni anglash uchun muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda respublikamizda 9 ta ijod maktabi faoliyat ko'rsatadi. Shulardan bittasi Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi. Bizning maktabimizning asosiy maqsadlaridan biri ham yosh avlodni buyuk ajdodlarimizga munosib holatda tarbiyalash, ularning ijodlarini chuqur o'rganish va o'sha o'quvchi yoshlarimizni ham ijodiy salohiyatlarini oshirishga qaratilgan. Bizning maktabimizning asosiy maqsadi ham
yosh avlodni buyuk ajdodlarga munosib ruhda tarbiyalash, shu bilan birga ularning nafaqat ijodini o'rganish, balki boshqa tillarni o'rganib ham buyuk ajdodlarimizning, buyuk allomalarimizning asarlarini boshqa tillarga o'girishga ham qaratilgan hisoblanadi. Shuning uchun bizning Abdulla Qodiriy ijod maktabimizda ona tili, adabiyot, matnshunoslik, nutq madaniyati fanlari bilan birgalikda chet tillariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Eng quvonarlisi, mana shu 210 nafar o'quvchini ichida bizni aynan Abdulla Qodiriy maktabida Qodiriyning davomchilari, Qodiriyning avlodlari tarbiyalanayotgani biz uchun faxr va iftixor tuyg'usini beradi. Assalomu alaykum. Maktabimizga xush kelibsiz. Men Abdulla Qodiriyni evaralari hisoblanaman. O'zimni shajaramni aytadigan bo'lsam, Abdulla Qodiriy eng katta o'g'illari Habibulla Qodiriy, Habibulla Qodiriyning ikkinchi o'g'illari Sherkon Qodiriy va men akaman borlar, Nomon Qodiriy. Ular maktabda tugallab hozir ishlayaptilar. Men Abdulla Qodiriy ijod maktabining 11-sinfida tahsil olyapman. Bu yerdagi ustozlarim nafaqat bilimim, ijodim yo'lida menga yordam berishdi. Gazetalarda maqola, hikoyalarim chop etildi. Yaqin orada Mehr nomli hikoyalar to'plami chop etildi. Hozirda ham ijod yo'limni davom ettirmoqdaman. Maqsadim shu oliy o'quv yurtiga kirgandan so'ng yanada ijodimga e'tibor bermoqchiman. Ko'chada har xil joyda yurganimizda begona kishilar Abdulla Qodiriyning evarasi ekan deb tanib qolganda ichimizdan hissiyot o'tadi. Qanday uni ta'riflab bo'lmaydi. Chunki har doim men bobomizga mos farzand bo'lyapmanmi, mos avlod bo'lyapmanmi degan savol bilan yuraman. Men mana shu Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining 10 va sinf o'quvchisi bo'laman. Abdulla Qodiriyning 5-avlodi hisoblanaman. Bobomning sulolasining vakili bo'lish ham sharaf, ham mas'uliyatlidir va ularning hayot yo'llari, ijod yo'llari biz uchun katta ibrat maktabidir. Avlodi bo'lishdan faxrlanaman va ularga munosib voris bo'lishga harakatdaman. Abdulla Qodiriyning o'g'lini, qizini nevarasi hisoblanaman. Ya'ni Manzuma Qodiriyning nevarasi, qizlari onam, ya'ni institutda jahon tillarida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydilar. Manzuma Qodiriy esa ona tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lib ishlaganlar. Hozir esa nafaqadalar. Yana bir maqsadim bor. O'zim juda ham ko'plab chet tillarini o'rganishga qiziqaman. Hozirda ingliz tilini o'rganyapman va kelajakda ularning hikoyalarini, asarlarini ingliz tiliga tarjima qilish, rus tilida ham tarjima qilish niyatim bor. Abdulla Qodiriyning eng asosiy maqsadi xalqni jaholat botqog'idan uyg'otish bo'lgan. Shu bois ham asarlarida xalq dardi bilan yashovchi insonlar obrazi ustun turadi. Biz hozir Abdulla Qodiriy memorial muzeyidamiz va bu yerda ham Abdulla Qodiriyning tarixi, uning asarlari va butun hayotiy ijodiga alohida urg'u berilgan. Qodiriy o'zbek adabiy tilini boyitdi, xalqona so'zlar va badiiy ifodalarni yuksak mahorat bilan qo'llab, zamonaviy o'zbek adabiy tilining shakllanishiga katta hissa qo'shdi. Abdulla Shunosiyning Fizika, Gogolning Uylanish, Chexovning Olmazor kabi asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Ochiq haqiqat ammo aytmasak bo'lmaydi. Uning ezgu ishlari o'sha vaqtdagi hukumat tomonidan doim tazyiqqa uchragan. Abdulla Qodiriy 1926-yilda Mushtumda bosilgan Yig'indi gaplar maqolasi tufayli qisqa muddatga qamaldi. 1937-yilning 31-dekabrida esa ikkinchi bor qamoqqa olinib, 1938-yilning 4-oktyabrida uning hayotiga fojiali yakun yasaldi. O'lim haq. Men hech qachon o'lmas adiblikka intilmaganman. Vaqtlar o'tdi. 2023-yilga kelib esa Abdulla Qodiriy rasman oqlandi. Abdulla Qodiriy garchi qisqa umr kechirgan bo'lsa-da, u nafaqat xalqimizning ma'naviy hayotida, balki xalqimiz tarixida ham chuqur iz qoldirgan inson sifatida qalbimizda mangu yashaydi. Bu yil Abdulla Qodiriy tavalludining 132 yilligini nishonlash arafasida
Mening aytadigan fikrlarim shundan iboratki, adibning ijodi nafaqat o'zbek milliy adabiyotimizda, balki xalqimiz ma'naviyatida juda ham chuqur iz qoldirgan insonlardan biri hisoblanadi. Ayni damda adibimizning ulkan mehnatlari davlatimiz tomonidan yuksak e'tirof tarzida adibimiz nomiga qo'yilgan istirohat bog'i, milliy muzey, adib nomidagi ijod maktabining ish olib borayotgani bu buyuk bobomizga nisbatan yuksak hurmat ifodasi. Adibimiz nomidagi ordenning, davlat mukofotining ta'sis etilganligi ham bobomizga nisbatan, uning ijodiga nisbatan naqadar katta e'tirof, hurmat belgisi deb bilishimiz mumkin. 44 yillik umr, 20 yillik ijtimoiy va ijodiy faoliyat. Bu muddat oson kechmadi. Keskin kurashlar, ta'qib va tahdidlarga to'la bir payt. Ammo o'shanda ham ma'rifat bilan jaholatga qarshi mardonavor jang qildi. Uning xalq ma'naviyati uchun qilgan fidoyiligi abadiy hurmatga loyiq. Tan olaylik, bugun Abdulla Qodiriy chin ma'noda, haqli ravishda o'zbek xalqining ham qalbi ham ruhi bilan tan olgan iftixori. Bizni o'qir bitta bo'lsin. O'quvchi bor ekan. Biz o'lmaganmiz.